Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana 94 ota-onalarimiz bilan Makka ga keldik. Inshaalloh mana xonalarni berdik, ujurlarda qilishdi. Endi inshaalloh umra amallarini ado qilib kelsa, bu yo'q ibodatlarni emin-erkin sekin bajarishaveradi, Xudo xolasa. Alloh kuch-quvvat bersin hammalarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshimiz xo'jaya? Ilohim qov, rahmat. Inshaalloh. Sog' bo'linglar. Xudo kuch-quvvat bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo kuch-quvvat bersin. Bo'ldi, hamma tushdi.